Misol uchun suv necha gradusda qaynaydi? 100 gradusda qaynaydi, to'g'rimi? Mana qarang. Gazga choynakka choyni qo'ydilaring. Choy bug'lanishni boshladi. 100 gradusda bug'lanadi. Endi o'zi 3 litr qo'yilding, to'ldirib qo'yilding chaynagingni, qaramading, gaz normal yonayotgan ekan, bug'landida yarmi qoldi. Qolgan yarmi qaynagan suv temperaturasi ko'tarilgandir deysan, lekin 100 gradusda o'tirgan bo'ladi. Qaynashni boshlagan paytda ham to'liq 3 litr suving ham 100 gradus bo'ladi. Yarmi qolgan paytda ham temperatura 100 bo'ladi. Oxirida 1 litr qolgan paytda ham 100 bo'lib tugaydi. Temperatura 105, 110 bo'lmaydi, qaynab turaversa. Shu olayotgan energiyasini bug'lanib chiqaraveradi, bug'lantiradi. Suv temperaturasi demak bug'lanish jarayonida o'zgaradi. Chiqib ketmaydigan qilib hamma joyini yopib tashlasanmi, unday ko'tariladi. Unda to'yingan muxolif bo'lib qoladi. Bosim kuchayib ketadi. Bosim kuchayib ketadi. Yaxshilab yopsangiz, bu oddiy chaynaklarimiz unavaga dosh bera olmaydi, portlaydi. Normal bomba yasaysizlar. Choyni qo'yib, hamma tomonni yaxshilab skotchlab ustiga bir toshni ustiga bir toshni bostirib, jumaga bir yog'ochnimi temirni qoqib tashlab, kutib tursang, mashani kashinch toshib kutib tursang, borgan sari u bug' chiqib ketaverish kerak, ichida bosim normal holatda turishi kerak-da. U sen bosimni ichida saqlab turibsan-ku hozir. Oshxonaga topilmay olasan. Normal portlaydi-da. Yoriladi boya chaynak. Askolka uchar ekan senga. Qochishga ulgurmay qolasan. Yana qaysi? Muammolar. Yo'qmi? 17. Xo'p, temperatura 0 gradus bo'lgan ikkita muz parchasi qanday bir xil tezlik bilan urilganda to'liq erib ketadi. Qarang mana. Mana bitta m massali muz parchasi kelyapti v tezlik bilan. Mana bu m massali muz parchasi v tezlik bilan kelyapti. 0 gradusda ekilasem, katta tezlikda urilib erib ketish kerak ekan. Demak qarang, bunda mv kvadrat taqsim 2 degan kinetik energiya bor. Bunda mv kvadrat taqsim 2 degan kinetik energiya bor. O'sha ikkita kinetik energiyani yig'indisi, ya'ni ikkita mv kvadrat taqsim 2, ikkita m yamiga teng bo'lishi kerak. Ikkalasi ham to'liq erib ketish kerak deb-ku. Ikkita m bilan ikkita m qisqaradi. V kvadrat teng ikkita yamda bo'lib qolyapti. Mana 2 ni bu yoqqa chiqardim. Va ni topsak ildizosi 2 yamida bo'lib qoladi. Demak, mana shu tezlikda kelsa, shu tezlikda kelib urilsa, ikkita muzing to'liq erib ketib qoladi. Bir-biriga. Mana e'tibor bersalaring, qordimi, muzdimi, devorga ursang, ozroq erib, devor nam bo'lib qoladi-ku. O'sha urilishda issiqlik ajraladi-da. O'sha issiqlik qorda eritishga, muzda eritishga ma'lum bir qism ketadi. Tushundingizmi? Qor otib ko'rgansizlar devorga. Ayniqsa loyishvoq devor bo'lsa, borib yopishib qolib, eritib qo'yadi o'sha joyni, ozroq joyni. Bu degani boryapti-da, kinetik energiya to'xtayapti-ku, kinetik energiya o'sha issiqlikka aylanib ketadi degan ma'no keladi. Urilishda har doim kinetik energiya issiqlikka aylanadi-da. Mana qoziq qoqib ko'rganmisizlar? Ana buzoqchani qozonni qoqayotgan paytda. O'sha paytda, o'sha kechroq bo'lib qolgan paytda qoziq qoqayotgan paytingda qoziq cho'qam chiqib ketadi agar mana bolg'a bilan qoziqni orasida sirlaydi, toynish hosil bo'lsa. Silchib ketsa. Yoki bo'lmasam qoziq qoqib bo'lgandan keyin qoziq ushlab ko'rsang qizib qolgan bo'ladi, isib ketgan bo'ladi. Nimaga? O'sha bolg'ani kinetik energiyasi qoziqni isitishga sarflanadi. Kelib urolsan to'xtaydi-ku. Siz hech qanaqa narsa qilmaganda kinetik energiya paydo bo'lmaydi. Yo'q. Kinetik energiya yo'qdan bor, bordan yo'q bo'lmaydi. Bu paydo bo'lmaydi o'zingizdan. Nimalar sabab bo'ladi kinetik energiya? Biroq tepadi, kelib to'pni kinetik energiya oladi. Newton birinchi qonuni bor-ku, hech kimga, jismga hech qanday kuch ta'sir qilmasa, o'z-o'zidan harakatga kelmaydi, tinch yotadi. Shuning uchun o'z-o'zidan kinetik energiya hosil bo'ladi. Qadimda boyagi toshni bir-biriga urib ham yoqqan-ku, to'g'rimi? Toshni bir-biriga urib ham yoqqan, undan tashqari qara, bitta yog'och olgan, yog'ochda ichida bunday xuddi biz drel bilan o'yamiz-ku, shunga o'xshab o'yilgan joy bo'lgan. Yana bitta yog'och qo'yib bunday ishqalagan. Mana bunaqa yog'och bo'lsa, yana bitta yog'och. Bu ma'lum bir qismi narigi yog'ochga kirib turgan. Mana bunday qilib ishqalayvergan, o'sha yerda ishqalanish natijasida olov yongan.
bitta bo'lsa Agar sochgacha biz- tugatib qoladi. biz holatimizda o'shanaqa davrda bo'ladigan bo'lsa yoqmay o'tiraveramiz. Gurt yoqish kerak, nima? Gaz yoqsan o'zi yonib pishirishmaydi. Ha, terslar o'zi yonadi. Cho'chmaydi. Bu ham navbat bo'ladi keyin, olib yoqishsa navbatim. Shu gazni yoqqanda qanday o'zi olib chiqadi. Qanday so'z chiqadi. Zajgalkaniki borki, zajgalkaniki. Cho'q berak bizda. O'shanaqasi borda, uni ham ichida. To'g'ridan to'g'ri. Bu sichaga o'xshash narsa. Nima? Navbatchi kim deydigan, kvartirada ovqat qilish navbati kimniki? Idish toq yig'ishtirib qo'ydik. Shunga o'xshab olov yoqish navbati kim? Yana qaysi bor? 21. Bir xil narsaning 0 gradus temperaturamiz 0 gradus 100 gradus temperaturada suv kalorimetr sonini kalorimetr qanday qaror topadi? Qarang, tenglamasini tuzamiz. Bir xil narsaning 0 gradus temperaturadagi suv va 100 gradus temperaturadagi suv. Yaxshi, mana. M C suv deltasi teng. Qarang, 0 gradusdagi muz birinchi erish kerak. M lambda plus M C suv deltasi 2 bo'ladi. Mana tabar bo'ladi. Massalar qisqartirasam bo'ladi. Mana shu bir xil. C 4200. Şöyle bir narsani tushunib olaylik, qarang. 100 gradusdagi suv turibdi. Bu yerda 0 gradusdagi muz turibdi mana. Birinchi bu 0 gradusli suvga aylanadi mana. 0 gradus Selsiusli suvga aylanadi. Buning uchun mana M lambda yozdik. Ana undan keyin qanaqadir bir T N natijaligacha yana isib boradi, bu o'shangacha sovib ketadi. Tushunasizlar? 100 gradusli suvga muzni tashlasak, birinchi o'rinda suv o'sha temperatura tushishni boshlaydi. Nega? Sovuq muzni eritish kerak birinchi o'rinda. Muz birinchi eriydi. To'liq erib bo'lgandan keyin hali suvimiz temperaturasi aytaylik 70 graduslar bo'ldi. Tushunyapsizmi? 70 graduslar bo'ldi. Endi u bagi muzdan hosil bo'lgan suv 0 gradusli suv. Bu 70, bu 0, ikkalasi aralashib turibdi. Hech qachon ikkalasi ikki xil bo'lmaydi, bir xil bo'lib ketishi kerak. Mana avtoga qaynoq suvni solsang, muzda avto edi. Keyin oradan 1 minut o'tgandan keyin avtovani ushlasang muzda, ichida suv issiq bo'lib turaveradi. Ikkalasining temperaturasi tenglashadi. To'g'ri. Yoki muzda suvni soling, alyumin avtovanga. Yaqinlab qoladimi avtovanga? Temperatura teng bo'lishi kerak, har doim. Shunday gap. Demak, 100 gradus birinchi qarang. 100 gradus mana shu yerlargacha sovib kelguncha bu erib oldi. Keyin mana shu yerlardan bu yergacha kelguncha bu ham o'sha temperaturagacha isib bordi. Buni da tasavvur qilasizlarga, tasavvur qildilar. Hali muzimiz suv holatida emas, muz holatida turibdi. Mana bu 0 gradusli mana bu hali muz holatida turibdi, suv holatida emas. Bu 100 gradusli suv. Tasavvur qiling. 100 million so'm puling bor. Sheriging qarzga kirib qolgan. 30 million qarzi bor. Sen birinchi o'rinda endi ikkalaringni puling tenglash kerak. Sen birinchi o'rinda 30 million unga berasan, u qarzini yopadi. Hali u endi 0 ga chiqdi, plyusga chiqdi. Endi unda 0 so'm bor, hali 0, 30 million qarzga ketdi. Ya'ni M lambda demoqchiman shu narsani. Tushunasizlarmi? 100 gradus Selsiy M lambdagi qanchasidir ketadi. Endi bu 0 gradusli suv, bu 70 gradusli suv. Ana endi yana 35 million unga berasam, tenglash kerak natija. Xuddi shunday gap bo'lyapti. U 100 gradusdan ham yana dalchi qanchadir tenggacha sovib keladi. Tenglama majbur bo'ladi. Mana uni o'rniga qarang, ichiga nima yozamiz? 100 minus 10 deysizlar. Kattadan kichigini ayirishimiz kerak har doim. Kattasi 100, kichigi teng. Lambda 330 10 darajasi 3. Mana esa yana 4200. Bunga nima yozaman? T2 ga, delta T2. T minus 0. 0 dan tenggachasi boryapti chunki. 0 dan tenggacha. Xo'p, ikkitadan 0 ketkizsak bo'lar ekan mana. Mana ikkitasi ketadi. 42 100 minus T. Ikkitasi ketsa bittasi qolyapti, 3300 qolyapti bu yerda. 42 T ni o'zini yozsak ham bo'ladi, 42 T. Buni olib chiqsak 4200 minusdan 42 ta T n teng 3300 plusdan 42 T n. Buni yoqqa o'tkazsam, buni bu yoqqa minus qilib o'tkazsam bo'ladimi? 900 bo'lyapti. 900 mi? 84 ta T n bo'ladi. 984 ga bo'lib olish kerak.
O'shanda natija keldi. Qancha bo'ladi? 21 gradusmi? 21 gradus bor. 10,7 bo'ladi. 10,7 bo'lsa 11 larga to'g'ri keladi. 11 gradus bor. Yozib oling.